Endi qaranglar, shahardan charchagansizlar. Nazarbayevni postidan 7 kilometr kiramiz. Tekstilda joylashgan mana shunaqa kottejniy garadok deymiz, ko'cha. 12 ta hovli qurilgan, 2 sotuvdan, 4 ta xonadan, вообще ideal, qimmat qurilish, sifat, yaxshi narsalar ishlatilgan xullas. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga Abrizetskiy bittasini zo'r qilib qo'yishgan, atak hammasi уже bitib bo'lgan. Xudo xolasa kelib ko'rsanglar, yoqsa olasizlar. Chotki chiqqan ekan, maza qiladigan joyi. Faqatgina bu yoqqa kelib olish kerak, joy ko'rish kerak. Kelsanglar, xudo xolasa yoqadi. Juda ham zo'r chiqqan ekan. Chiroyli ko'chalar bilan mahalladan chiqib ketasizlar. Hovlini qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan, juda ham zo'r. Mashina kiradigan darvozaxona, bitta mashina sig'adi, 40% podval, yashil hududlari bor, sanuzel qismi bor. Bu yerga letniy kuxnya qilib qo'yishgan, bu yerga stol qo'yib, bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Kalitka eshigi bilan kirib kelasizlar. Uy ichilarini bitta ko'rsataman, like va podpiskani unutmanglar. Endi uy ichini qaranglar. Shundoq kirganingizda bo'ylarini baland qilib, вообще dizayn qilib qo'yishgan. Dizaynga просто gap yo'q. Krujiklar bilan o'ng qo'limizda oshxona bo'lyapti. Bu Abrizetskiy qilingan, mabodo shunaqa holatda narsalarni olib kelib bersanglar, ustunovka hamma narsaniki tekin bo'lib ketadi. Ko'rasizlar, mana kalidor ko'zimga rosa chiqib ketdi. Kirganingizda uy juda ham bogat ekan. O'ng qo'limizda общий sanuzel, bu yerda bitta yotoqxona va bitta yana yotoqxona. Ko'rib turganingizda uyimiz skvozniy holatda, oyna orqaga ham oldida ham bor. Bitta родительский spalni, ichida o'zini sanuzel qismi bor.